Ko'pchilik onalar o'zlarini juda ham ko'p aybdor hisoblashadi va juda ham stress tushkunlikka holatga tushadi. Bolalardagi yurak parogida onalar aybdormi? Homilada yurak nuqsonining paydo bo'lishida onaning qanday aybi bor? Aslida esa bu juda ham noo'rin narsa. 90% holatlarda bu holat ko'p tashqi omillar natijasida kelib chiqadi. Birinchi navbatda bu zararli odatlarga ruju qo'yish. Ko'p ayollar, endi hammasi emas, balki narkotiklar, spirtli, tamaki mahsulotlarini qabul qilishi, noo'rin vrachni nazoratsiz antibiotiklarni ichishi, turli xil rentgen tekshiruvlardan o'tishi bevosita tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqaradi. Ikkinchi navbatda bu ayollardagi kelib chiquvchi homiladagi nuqsonni asosiy ko'rsatkichi bu genetik omil. Ya'ni yaqin qarindoshlar orasidagi to'y bevosita bolalardagi tashuvchanlik, ya'ni o'sha nuqsonning bevosita o'tishi tug'ma nuqsonni, yurak nuqsonining kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Bunday holatlarda ona hech ham xavotirlanishga tushmasdan 18 haftadan 24 haftagacha qilinadigan fetal exokardiografiya tekshiruvidan o'tishi va og'ir yurak nuqsonlarigina aniqlanganda maxsus kardiolog va o'sha homiladorlikni olib boruvchi shifokor bilan bevosita maslahatlashishlari kerak bo'ladi.